Yig'inlarda savollar bormi? Qo'limizdan kelgancha javob beramiz desak, bir kun bir yigit qora aka aroqni o'zi haloli, kayfi harom deydi. Shu kayfni haromligini aytsangiz deb qoldi. Kayf nima harom? Kayf harom deyilmaydi. Unda juda ko'p narsa harom bo'lib qoladi. Bir-birda nonni huzur bilan yeyish kayf. Chanqoq tashna bo'lganingizda muzdek zilol suvni ichib rohatlanish kayf. Bolalaringizni didorini ko'rib, bolalaringizni erkalatib o'tirish kayf. Hayotda mamnun bo'lib, niyat qilgan orzularingizga yetganlaringizdagi holatlaringiz kayf. Kayfni to'g'ri tushunish kerak, uni harom deyish kerak emas. Aroqni qilmishlari insonlarni boshiga soladigan jabru sitamlarini ko'rib bilib turguvchi zot aziz bashariyatga bu narsani mumkin emas, harom qildi. Endi inson tushkunlikka tushib, shu narsaga giribtor bo'lganligidan ezilish kerak emas. Irodani qo'lga olib tavbaki boshqa qilmaslik. Niyatda shu narsadan judo bo'lishlikni astoydil qasd qilish kerak. Bani Isroilda bir aka-uka bo'lishgan. Uka juda ham ibodatga qattiq berilgan, ertak-kech toat ibodatda. Aka ichkilikka ruju qo'ygan. Har kuni may ichib mast bo'lib o'tiradi. Shunda aka uyalmaysizmi Xudodan? Qo'rqmaysizmi Xudodan? Tashlasangiz-chi buni. Men sizdan qilayotgan ishingizdan juda uyalyapman. Ey uka, men bilan Allohimni qo'y. Men o'zim bilaman Allohga muhabbatim qanchaligini. Men o'zim har kuni Allohdan shu narsadan judo qilishligini so'rayman. Eplolmayapman uka, dashnom beravermadi. Uka ibodatga berilganligidan o'zini ancha baland olardi. Qalbini shaytonni vasvasi, takabbur, kibr havo egalladi. Kibr havo egallagandan keyin iymonga dars ketdi. Bir kuni o'tirib, men shu okamni diliga ozor berib, ichkiligini gapirib tashlab keldim. Men nima qildim? Ibodat qilib nima ma'no topyapman? Men ham borib akam bilan birga o'tirib bir mayxo'rlik qilmaymanmi? Maishat qilmaymanmi? Bo'ldi, yig'ishtirdim namozni ham, ibodatni ham. Borib akam bilan qo'ymanga ham deymanda mayxo'rlikni, ulfatchilikni boshlab olaman deb akasi tomonga qarab yo'l oldi. Akasi may ichib turib birdan qalbi erib ketdi. Ya Rabbi, mendan necha yosh kichik bo'lgan ukam ibodatda bo'lsa, bu narsalarni qilmasa, men yoshim katta bo'lib turib, hali ham aqlimni tanib olmay, kundan kun sog'lig'im ketib, ibodatni qilmay bu omonat dunyodan shu may bilan o'tib ketamanmi? Tavba qildim, Alloh, meni isyonlarimni kechirgin. Hozir ukamni oldiga boraman deb, ukajonim meni kechir. Alloh kechirsin. Uka endi menga ibodatni o'rgat. Men tavba qildim, men tashladim bu ishlarni endi. Deyman deb tayyorlanib, u ukasi tomonga yo'l oldi. Qarangki, taqdir qazo ikkalovlari yo'lda vafot etdi.
Alloh taolo farishtalarga aytdi, ikkovini niyatiga yarasha nima niyatda vafot qilishgan bo'lsa, niyatiga qarab jannat yo do'zaxga olib boring. Akani niyati ibodat, tavba, u jannatga. Ukani niyati mayxo'rlik qilib, maishat qilib, aka bilan Alloh harom qilgan narsani tanovvul qilish niyatda dunyodan o'tdi. Uni niyatiga qarab do'zaxga. Niyat xolis bo'lsin, niyat to'g'ri bo'lsin.